qilyapti. Yo'q, sizlar qiling. Senga bizlar qilyapmiz. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Sen o'zingni ochaysan, sen tentak bo'lgansan. Senga biranta gap o'rgatayotgan bo'lsa, u gavoga ahmoq bo'lsan, kirib. Hech kim narsa qilgan. Sizlar qiling men. Men seni miyangga nima qilib ona singdirdimmi? Isbotlab beraman. Ustidan yirtib nima qilasan buni? Isbotlab ber. Men seni miyangga borku, nechtaman sindirganim yo'q. Barakalaashda yashab yurganingiz uchun dedi. O, yaxshi. Kim aytdi? Men senga borku, mana yerda. O'shani tovib ketib yoqa. Miyangda bir hisob kitob bormi senga? Bor, Xudoga shukr. Qani, o'nga o'nda qo'ysa nechi bo'ladi? Qaymi? O'nga o'nda qo'ysa nechi bo'ladi? Javob nechi? Hisob bormi? Senda hisob bor. Hisoblab aytchi, shu o'nga o'nda qo'yishchi. Boshqani eri yo boshqani onasiga qarab oyog'ingni uzat. Nimaga qarab oyog'imni uzat? Ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat. Oyog'ingni uzatmayapsan. Hammani onasiga qarab borku tosh otyapsan. Siz uzatyapsizlarmi? Hammaniki tosh otayotgan sensan. Siz otyapsizlar. Isbotlab berchi. Biz otayotganimizni qani isbotlab beri. Isbotlab. Qani? Shu ursinib shatalg'at to'yanchig'i tutib buni o'zi. Ertaga dadang bilan keladi, dadang bilan yaxshigina gaplashamiz, sen borki. Men uni kattaroq tuhmat qil. Ayam bor, kattaroq tuhmat qil. Aymi? Seni borki urib o'ldirib qo'yganda ham rozi edi. Qaymi? Otasi bordi. Otang aytdi, agar urgan bo'lsa, dunyo urgan bo'lsa ur dedi, bolalar urgan bo'lsa dedi. Qaymi? Shu ham otamidi. Sizlar otalaringiz sifat qilyapsizlarmi? Sizlar ilyapsizlarmi otalaringiz? Biza otamizga sen ishing bo'lmasin. Zakonni hurmatini qilib qo'yding u kuni. Alkatsan, undaysan, bundaysan deb. Yig'ishtir mojarangni. O'zi yig'ishtirsa. Javobga kiray. O'zi qildi-ku. Nima qildi o'zi? Sizni olib yuribsiz. Olaman-da. Sizlar shu uchun. Ha? Lubbayni aytibki, lubbayni aytibki. Qani shu yerda bir kun ham yashaysanmi? Qani endi? Yashayman. Yashattiraman men seni, tushundingmi? Yashattiraman men seni. Qani nima qo'lingdan kelar? Kelar. Puq kelar endi qo'lingdan, tushundingmi? Ey, bilganingga bor. Ayamni jalabdigan uchun javob berasan. Sen isbotlaysan. Sen birinchi aytdingmi, sen aytasan. Tushundingmi? Ayamni qanday qildi? Qizingni urib, mana yerda yig'latib, chirillatib aylantirding. Bilasanmi? Ana shunday uyda hozir shunday videochalar turibdi mana bu. Ko'raman men seni. Ha? Ukangiz vaqtida ayam jalab dedi. Degan bo'lsa degandir, men aralashmaganman. Men qaytaryapman mana. Qaynang jalab deganing uchun javob berasan. Ha, ayam javob beradi, ayam. Sen javob berasan mana yerda. Dadamdan aytgan. Sen ayang bilan yashayotganing yo'q. Ayam bilan yashayapman. Ayang bilan yashayotganing yo'q sen. Haymi? Qani ayang? Qani ayang? Haymi? Qani ayang? Sen ayang mana uyda mana qaynang. Haymi ayang? Sendan voz kechib bo'lgan ular. Bular hech qachon voz kechgan. Tushundingmi? Sen u oila emas endi. Mana yerda sen yashayotgan oila mana yerda. Tushundingmi? Nima edi? Nima edi? Shu yashayotgan oila. Ha? Yashayotgan oila nima edi bo'lmasam? Shu yashayotgan oilami? Sen kuchukka nima edi bo'lmasam? Aytchi. Nimaligini berdi. Nimaligini ayt. Qanaqa oila ekan? Haymi? Qanaqa oilaligini ayt, o'sha gapingga javob ber. Sen gapingga javob ber. Javob beraman. Qanaqa oila ekanmiz? Aytib ber. Qanaqa oila ekanmiz? Ukam urmasa, basha qilmasa, sen quturma sen. Qaymi? Ovqatingni olib kelyapti. Kechqurun shashlik deysan, shashligingni olib kelyapti. Yeyapsan, somsachangni yeyapsan, boshqangni yeyapsan. Qaymi? Yashirin chaqal biz yeganimiz yo'q, qaymi? Qayningni hurmatini qilib joy qo'yding joyiga, qaymi? Sen jalabsan, unday bunday deb. Qani javob ber o'shanga jalab deganing uchun. Bor, eshitdingmi? Yaxshi xotin bo'lsang, bolangga qara. Kuniga ko'chaga chiqasan, ketasan, bizni xotin qarab qoladi, bechara. O'zlari qarab. O'zlari qilyapti. Nima uchun o'ziga o'zi qiladi? Qarash sen vazifangmi? Sen tug'dingmi? Sen bolangmi? Qara ayla bolangga. Yo'q, chog'i siz erkaksiz. Bolaga qara. Bola emas, men otamga izlab bilganim yo'q. Men tug'dim qara. Qaymi? Qo'shilganim Qaymi? Men qo'shilganim yo'q, qarang. Qani qaynang jalab ayt endi. Qani isbotlab berasan. Mana o'ziga maykasini yeb. Qani jalab deganingda isbotla ayamni ham. Mana yerimda. Qaynoq qulog'imdan tishladi. To'xtang, birinchi gapiring, chaqiraman. Iltimos aka. To'xtangda, biz ko'chaga Hamma videoni qo'yib beraman. Kelim ikimiz bir boshdan. Dilbar aytdi, ertaga dedi, unda men xatirchiga boraman deb, plasingizni bir tekshirtiring dedi. Men qizimniki noto'g'ri chiqyapti. Men borada shuni qilgandan keyin xo'p dedi. Ko'chaga chiqdik biz bu ikimiz. Tekshirtiring yana dedi. Sen gapirmading, sen qo'shil ekanmi?
Sen jim turib tur, gapirsin. Bo'lmadi, chiqmadi. Makasiga tegilganmi? Keyin bo'lsa 2 marta ko'rdik ham Urganimi? keyin uyga uni qildikda, keyin uyga kirmoqchi bo'ldik, emetim to'xtadi deb. Aytdim, mana yangi magazin ochilgan bir qayiqa olim qizim dedim. O bo'shab ketdi. Mana o'tib ketdi. Magazinga qo'liga berib, o'zi aylanib yuribdi. Aynab yurgan yo'q. O chaqirma shu kishini. Kimda magazin? Yangi qurgan edi, yangi magazin ochilgan. Magazinchini ham chaqiraman. Chaqirma aylanib. Chaqiraman. Aynalib yurgan bo'lsang. Magazinda Jim turing, qaysi magazin? To'xta, magazinga ayolimiz bordik. Otini nima edi? Mojaro qilib ketdi bu. Sizlar men ketib kovlasizlar deb bu shundan beri mojaro qilyapti. Men aytdim, sizni qarzingizni berdimmi singil dedim. Aytdi, ha dedi, o'zaro to'layapti, opa dedi. Shuni menga aytdi, sizdan keliningizmi dedi. Ha dedim. Shu dedi, nima uchun dedi? Men dedi, ko'p narsa akisi opa dedi, menga dedi, qarzni bermayapti, pulini dedi. Xo'p, beradi singil dedim. Ha dedim. U ana bo'ldi. Keyin biz ikkimiz qaytdik boya. Shu magazinga qaytib uyga kelganimizda aytadi, "Sen men ko'tim poylab bording" dedi. "Nima uchun magazinchidan" dedi. "Menga dedi, nima uchun qarzimni so'rading? Sen meni shundan beri mojaro qilib kichkina Bollarni uryapti-da, qizini ham bollarni. Uyga kirgizib oldi. Hay, sutingizni qo'ying-da, yuring xonaga. Yuring. Barachasi qayda? Haydaga uni sutim. Bolaga ham qaramaydi, boshqa ham qilmaydi. Bizni xotin qaraydi. Kichkinaga Hamsha. qo'lakka sut berasiz. Ha, sut beramiz. Kattasi-chi? Kattasi uyda. Undan yeydi ovqat. Kattasiga ayam qaraydi hamsha. Yuringizda.